Assalomu alaykum, bu bugun yangiliklar dasturi. Madaniy ma'rifiy yangiliklar bilan sizlarni tanishtiramiz. Bugun O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi yurtdoshlarimiz, ayniqsa bilimga chanqoq yoshlarimizning eng sevimli maskanlaridan biriga aylanib ulgurdi. Har bir kishi sayohat davomida markazning muhtasham me'moriy yechimi, noyob qo'lyozmalar fondi va tarix bilan zamonaviy texnologiyalarni o'zida jamlagan innovatsion ko'rgazmalar bilan yaqindan tanishmoqda. Xususan Toshkent davlat tibbiyot universiteti jamoasi ushbu ma'rifat maskanida bo'lishdi. Muxbirimiz Jamshid Ochilov ularning taassurotlari bilan o'rtoqlashdi. Islom sivilizatsiyasi markazi haqiqiy tarix va zamonaviylik uyg'unlashgan maskan. Bugun ushbu majmuaga Toshkent davlat tibbiyot universiteti rahbariyati, professor o'qituvchilar tashrif buyurib, xalqimizning boy ma'naviy merosi bilan yaqindan tanishish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Mazkur tashrif yurtimizda amalga oshirilayotgan ma'naviy ma'rifiy islohotlar, boy tarixiy merosimizni chuqur o'rganish va uni keng jamoatchilikka yetkazish borasidagi ishlar bilan yaqindan tanishish maqsadida tashkil etildi. Islom sivilizatsiya markazini avvalo ziyolilar ko'rish kerak. Ziyolilar bu xalqqa yetkazayotgan insonlar hisoblanadi. Tibbiyot universitetining olimlari avvalo o'zining oilasi uchun, talabalar uchun, bemorlar uchun barchaga targ'ib qilayotgan kishilar. Shu kungacha biz O'zbekistonda islomda bo'lgan sivilizatsiyani, renessans voqeasini eshitib, o'qib aytib berardik. Bugun esa mana shu Islom sivilizatsiya markazida bu narsaning barchasini o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin, guvoh bo'lishingiz mumkin va uni tasavvur qilib emas, ko'rgan inson sifatida tushuntirib berasiz. Poytaxt markazida mana shunday majmuani, ya'ni Islom sivilizatsiya markazini barpo etilishi bu nafaqat bir jamiyatni, balki butun xalqlar uchun ham bir tarixiy obida sifatida shakllantirsak mubolag'a bo'lmaydi. Sababi bu yerda faqatgina masalan O'zbekiston tarixi emas, butun dunyo tarixi, sivilizatsiya, ya'ni o'sha biz bilamiz renessans davrlari. Umuman tarixda o'sha aytilgandek uchta renessans davri deydigan bo'lsak, masalan, o'sha renessans davrida ijod qilgan, ya'ni O'rta Osiyodan chiqqan, islom davlatidan chiqqan, islomiy davlatlardan yetilgan barcha olimlarni, xususan dunyo olimlarini ham erishgan yutuqlari eng qiziqarli taraf shundaki, ko'rgazmali ravishda ko'rsatilgan ekan. Islom sivilizatsiyasi taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan buyuk ajdodlarimiz, alloma va mutafakkirlarning ilmiy merosi, ularning tibbiyot, astronomiya, matematika va boshqa sohalardagi kashfiyotlari haqida berilgan ma'lumotlar ishtirokchilarda katta taassurot qoldirdi. Ushbu merosning bugungi zamonaviy ilm-fan rivojidagi o'rni alohida e'tirof etildi. Ancha yillardan beri kutib kelgan, orzu qilgan narsamiz mana Islom sivilizatsiyasi markazini, ya'ni muzeyini tashkil etilishi bu juda ajoyib bir narsa bo'ldi. Bu respublikamiz uchun nimaga desa, ancha yillardan beri bunaqa O'zbekistonni, yurtimizni tarixiy obidalarini, tarixini aks ettiruvchi shunaqa muzeylar yurtimizda juda kam sanoqli edi. Bugun ko'rayotgan mana bu Islom sivilizatsiyasi tashkil etilganligi, muzey bu ajoyib narsa. Bu yurtboshimiz tomonidan tashkil etilgan juda ajoyib narsalardan bittasi bo'ldi. Nimaga desa, mana hozir zallarni aylanib chiqyapmiz, juda rohatlanib, maza qilib, juda katta tasavvurlarga ega bo'lyapmiz.